وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. O'tgan darsda dinni birinchi martabasi, dinni 3 martabasi bor. Birinchisi islom, keyingisi iymon, undan keyingisi ihson dedik. Mana shu iymon va ihson va islom nima deysan? Ochiq. Iymon va ihson va islom va iymon va ihson, mana shu 3 ta daraja va ikki har bitta darajalarni, har bitta martabalarni o'zini rukunlari bor va islomni 5 ta rukni bor dedik. Birinchi rukni shahadatu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar Rasululloh. Birinchi rukni la ilaha illalloh, Allohdan boshqa ibodatga haqli hech kim yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taoloni bu dunyoga jo'natgan oxirgi payg'ambari va elchisiligiga iymon keltirishligimiz. Va biz o'sha birinchi rukun, u shahadatu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar Rasululloh to'g'risida gapirib, la ilaha illalloh kalimasi uni la ilaha illalloh kalimasi va Muhammadur Rasululloh ikki kalima bir rukun bo'lib hisoblanadi. La ilaha illalloh va Muhammadur Rasululloh ikki kalima bir rukun bo'lib hisoblanadi. Va buni biriga iymon keltirib ikkinchisiga iymon keltirmaslik bu shar'an mumkin emas. Balkim undan bu sifatda va bu shaklda iymon qabul qilinmaydi. Va islom ham qabul qilinmaydi. Va dinning haqiqatini asosi mashi kalimaga qurilgan. Va aytdiki, la ilaha illalloh kalimasi ikki rukundan iborat. Nafiy qaytarishlik va isbot qilishlik. Va faqatgina nafiy qilishlik, ya'ni qaytarishlik ham mumkin emas. Va faqatgina isbot qilishlikki o'zi ham mumkin emas. Ya'ni la ilaha desak ham mumkin emas, faqatgina Alloh bor deb aytishligimiz ham mumkin emas, yoki Alloh ma'bud deb aytishligimiz ham mumkin emas. Sababi Alloh agar ma'bud debgina qo'yadigan bo'lsak, unda ma'bud Alloh yolg'iz emasligiga bu dunyoda dalillar juda ko'p. Sababi o'tganda aytdiki, fama aghnat anhum alihatuhum. Alloh aytdiki, ularning olihalari, ilohlari ularni behojat qilishmadi. Demak, u vaqtda o'zlarining olihalari bo'lgan. Bu dalolat qiladiki, Alloh ma'bud, Alloh iloh deb qo'ya qolsak bo'lmaydi. Balkim nafiy va isbot hojat. Hatto butun ulug'iyatni inkor qilib, faqatgina ulug'iyatni yolg'iz Allohning o'ziga sarf qilishlikni isbot qilishlik. Mana shu bilan la ilaha illalloh kalimasi haqiqati ro'yobga keladi. Bu arab tiliga ozgina ma'lumot bilan kiradigan bo'lsak, masalan aytilsaki, bir hovlida Zayd bor deb aytilsa,
Masalan, Zaydun fiddari. Hovlida Zayd bor. Bu dalolat qiladiki, hovlida Zayd bor, lekin Zayddan ham boshqa bir odam bo'lishligi mumkin ehtimoli bor. Ya'ni mavjudlikni hovlida Zaydning mavjudligi o'zini yolg'iz xususiyati bo'lgani yo'q bu o'rinda. Balkim Zayd ham bor o'tda, lekin Zayddan boshqa birov ham bo'lishligi mumkin. Ammo bu hovlida faqatgina Zayd bor desak, mana shu lafzimiz dar haqiqat hovlida Zayddan boshqa hech kim yo'qligiga dalolat qiladi. Shuningdek, la ilaha illalloh kalimasi arab tilida boyagi Zaydga misol keltiradigan bo'lsak, Zaydun fiddari deb aytilmaydi, la ahada fiddari illa Zaydun. Hovlida Zayddan boshqa hech kim yo'q degan ma'noga keladi. Shuningdek, bu la ilaha illalloh kalimasi ham ikkita rukunning ustiga qurilgan, birinchisi nafiy va ikkinchisi isbot. Bunga alohida e'tibor berishligimizning sababi bor. O'tgan darsda buni aytganmiz va yana ta'kidlab qo'yishligimizning sababi bor. U nima u? Ko'pincha la ilaha illalloh kalimasini aytishlik bilan odamlar mashi la ilaha illalloh ma'nosida jaholat bor haqiqatdan. Agar la ilaha illalloh kalimasini aytishligu shu bilan boshqa Allohdan boshqasiga tavassul qilishlik va unga so'rashlik va undan baraka olishlik va unga so'yishlik va ibodat qilishlik va nazr qilishlik mumkin bo'lganida haqiqatda Abu Lahab va Abu Jahllar iymonga kelishgan bo'lardi. Sababi ular la ilaha illalloh kalimasini arab tilida haqiqiy ma'nosida tushunishdi. U boyagi aytilib turgan nafiy va isbot ma'nosida tushunildi. Ya'ni la ilaha, keyin ular uni ustiga yana gapirsalar gaplarida turadigan xalq bo'lishgan. Bu jaholatda bo'lgan yaxshi sifatlardan biri. Ularda sidiq va yolg'on, hattoki Abu Sufyan radhiyallohu anhu islomda bo'lishliklaridan oldin haligi Hiroqil podshoni oldida Nabiy sallallohu alayhi va sallam to'g'risida haqlarida so'ralgan vaqtlarida bitta yolg'on kirgizmaganlar. Agar uyat bo'lmaganda yolg'on gapirdim dedilar. Yolg'on gapirardim dedilar. Ya'ni hayolari bo'lgan shu vaqtda. Bu o'sha jaholatda bo'lgan ba'zi bir yaxshi sifatlardan biri. Lekin bu jaholatdagi iymonsizligidagi yaxshi sifatlar ularga foyda bermaydi. La ilaha illalloh kalimasi faqatgina shu bo'lganda ular yetar dedik. Nima uchun? Sababi ular la ilaha illalloh kalimasini aytishligi u dalolat qiladiki, Allohdan boshqa ibodat qilinib turgan narsalarni hammasiga kofir bo'lishlik degani u deyshadi. Shuning uchun rozi bo'lishmadi. Ammo hozirgi holatlarda ko'radigan bo'lsak, la ilaha illalloh kalimasini aytiladi, lekin la ilaha illalloh kalimasini aytishlik bilan birga bir vaqtni o'zida unga qarshi ish olib boriladi. Unga qarshi amallar qilinadi. La ilaha illallohni kalimasini barbod qilishadi. Yo'qqa chiqarishadi. Va tillarida aytgan holatlarida lekin. O'shancha Muhammad Abdullohab o'sha kelajakda nasib qilsa o'qirmiz, Kashf shubuhat kitoblarida aytadilarki, la ilaha illalloh kalimasini tushunishlikda Abu Jahldan ham nodonroq bo'lgan odamda yaxshilik bormikin deydilar. Nima uchun? Abu Jahldan nodon. Sabab Abu Jahl la ilaha illalloh kalimasi nimaligi va uni orqasida taqozo qilib turilgan narsa nimaligini bilardi.
va shuning uchun etmagandi. Ammo hozirgi ba'zilar la ilaha illalloh kalimasini aytadi va shu bilan birga azon va kech unga qarshi amal qiladi. Nima uchun buni hammasi? Bu hammasi o'sha dinning haqiqati va islomning eng birinchi rukni bo'lgan la ilaha illalloh va Muhammadur Rasululloh kalimasini tushunchasi yo'qligi yoki juda bo'lsa ham zaifligidan. Shuning uchun bu narsaga e'tibor berilishlik kerak. Qancha tavhid egalarimiz biz tavhidni bilib qo'ydik degan odamlarning uyida nechta but bor Allohu a'lam. Kirib kelsangiz eshigida taqqa bo'lishi mumkin. Yoki isiriq topasiz. Yoki uyga kirsangiz supurgi tikka qilib qo'yilsa balo keladi. Yoki kechqurun uyni supurish kerak emas, baraka ketadi. Bular hammasi shirk. Odamlarga xuddi bir urf odat shariatdek asos topib qolgan. Shuning uchun bu narsaga haqiqatda juda qattiq e'tibor berilishi kerak. Sabab tepada oyatda o'tdiki, innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh subhanahu va taolo unga shirk keltirilgan gunohni kechirmaydi. Va undan boshqasini kechirishligi mumkin. Kechirilmaydi degan o'rinda yetib o'tdiki, Shayx Islom Taymiy rahimahulloh mana shu o'rinda katta shirk ham, kichik shirk ham kechirilmaydi dedilar. Bu haqiqatda makonati bor so'z bu. Sabab ikkalasi ham kechirilmaydi deb aytishlikdan sabab oyatda shirk hech qachon kechirilmaydi deb turibdilar. Deb turibdi Alloh subhanahu va taolo. Uni ichiga katta shirk ham, kichkina shirk ham kiradi. Shuning uchun bu la ilaha illalloh kalimasini tushunib bilishlik kerak va uni asosida amalda bo'lishlik kerak. Shuning uchun o'tgan darsda aytdikki, la ilaha illalloh kalimasini olimlar o'sha oyat va hadislardan dalolat qilgan ma'nolardan olib ba'zilari 7 ta va ba'zilari 8 ta shartlar zikr qilishadi. Shu shartlarning birinchisi ilm, ya'ni ilm asosida bo'lishlik kerak. La ilaha illalloh kalimasi ilm asosida bo'lishlik kerak. Boyiga aytilgandek jaholat bilan bo'lishlik kerak emas. Sabab Alloh taolo aytadiki, fa'lam annahu la ilaha illalloh. Fa'lam annahu la ilaha illalloh. Tepada aytildiki, Imom Buxoriy rahimahulloh mana shu oyatni keltirib aytdilarki, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bilim, ilm, qawl, so'z va amaldan oldin bo'lishligi shartligi to'g'risidagi bob deb o'zlarini kitobul ilmlarida Sahih Buxoriyda mana shu bobni keltiradilar. Va Alloh taolo aytadiki, illa man shahida bil haqqi va hum ya'lamun. Faqatgina o'zlari bilgan holatda haqqa guvohlik berganlar deb ularni zalolatda bo'lganlardan Alloh subhanahu va taolo istisno qildi. Va ikkinchi sharti yaqin, ya'ni ishonch bilan bo'lishlik kerak. Alloh taolo aytadiki, innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi thumma lam yartabu. Haqiqiy mu'minlar ular Alloh va rasuliga iymon keltirib, o'zlari ana shu iymonlarida haqiqiy ishonchda bo'lib, gumonda bo'lmaganliklari va shakda bo'lmaganliklari. Bu haqiqatda shaklanishlik, bu o'sha yaqin, aniq ishonchi yo'qligiga dalolat qiladi.